Buxoro neftni qayta ishlash zavodida inson kapitali va xodimlar malakasini uzluksiz oshirish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Korxonada faoliyat yuritayotgan ishchi xodimlarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini muntazam yangilab borish, zamonaviy texnologiyalar hamda ishlab chiqarish talablariga mos malaka shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-iyuldagi 309-sonli qarori asosida neft va gaz sohasida ta'lim hamda ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish maqsadida zamonaviy o'quv poligoni barpo etilmoqda. Ushbu majmua nafaqat oliy ta'lim muassasalari talabalarini, balki korxonada faoliyat yuritayotgan ishchi xodimlar, yangi ishga qabul qilinayotgan ishchilarning kasbiy bilim va amaliy ko'nikmalarini muntazam oshirishga xizmat qiladi. Asosiy maqsad esa zamonaviy texnologiyalarni puxta egallagan, xavfsiz ishlash madaniyatini o'zlashtirgan va ishlab chiqarish jarayoniga to'liq tayyor yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashdan iborat. Majmua bir nechta pavilyondan tashkil topgan bo'lib, uning birinchi qismida zavodda foydalaniladigan shaxsiy himoya vositalari, maxsus kiyimlar hamda ishlab chiqarish jarayonida qo'llanadigan asbob-uskunalar namoyish etilgan. Bu yerda talaba va yosh mutaxassislar mehnat muhofazasi, sanoat xavfsizligi, elektr va gaz xavfsizligi talablarini amaliy tarzda o'rganadilar. Majmuaning ikkinchi qismida o'lchov nazorat asboblari va avtomatika shkafi hamda elektr ta'minoti sexi uskunalari asosida ishlab chiqarish jarayonlarining imitatsiyasi tashkil etilgan. Bu yerda o'quvchilar texnologik jarayonlarning boshqaruv tamoyillari, uskunalarning ishlash prinsipi va ulardan xavfsiz foydalanish ko'nikmalarini amaliy tarzda o'zlashtiradilar. Majmuada Buxoro neftni qayta ishlash zavodining maketlari hamda korxonada ishlab chiqarilayotgan tayyor mahsulotlar ko'rgazmasi joylashtirilgan. Bu ekspozitsiya zavodning texnologik jarayonlari va ishlab chiqarish imkoniyatlari haqida yaxlit tasavvur hosil qilish imkoniyatini beradi. Majmuaning navbatdagi qismida texnologik uskunalarning kesma maketlari o'rnatilgan. Rezervuar, kolonna, issiqlik almashtirgich va mash'ala tizimining kesim holatidagi namunalari ularning ichki tuzilishi, ishlash prinsipi va texnologik jarayonlarni batafsil o'rganish imkoniyatini beradi. Majmua tarkibida zamonaviy jihozlangan ikkita o'quv xonasi ham mavjud. Interaktiv ta'lim vositalari, multimedia uskunalari va qulay o'quv muhiti bilan ta'minlangan ushbu auditoriyalar talabalarga dual dars jarayonlari orqali nazariy bilimlarni mustahkamlash, amaliy mashg'ulotlarga puxta tayyorgarlik ko'rish imkoniyatini beradi. Amaliy taktik mashg'ulotlar maydonida esa sig'imlar hamda gazdan qutqaruv va fuqaro muhofazasiga doir mashg'ulotlar uchun maxsus amaliy hudud tashkil etilgan. Bu yerda xodimlar favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish, xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya etish, jamoaviy ishlash ko'nikmalarini hamda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan avariya holatlarini bartaraf etish bo'yicha bilimlarini mustahkamlaydi. Zamonaviy o'quv poligoni bu nafaqat ta'lim maydoni, balki kelajak mutaxassislarni tarbiyalash, mavjud kadrlar salohiyatini yuksaltirish va ishlab chiqarish madaniyatini yanada takomillashtirishga qaratilgan muhim investitsiyadir. Bu yerda egallangan bilim va amaliy ko'nikmalar Buxoro neftni qayta ishlash zavodining barqaror rivojlanishiga hamda mamlakatimiz neft va gaz sanoati taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadi.